Assalomu alaykum barchaga. Kanalimiz obunachilari, bugun Game 3'da navbatdagi testimiz yechimlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi masala. B F ga parallel ekan, ABC burchagi 50, CD 60, DF 110 bo'lsa alfani toping. Bunday misollarda oldin ko'rganmiz, qo'shimcha parallel chiziq o'tkazish kerak. Mana. Natijada ikkalasining yig'indisi 180 bo'lish uchun pastga 70 kerak. Bu yoyiq burchak 130. 180 bo'lish uchun necha gradus kerak bizga? 50 gradus. Endi bir xossamiz bor edi. Bu tarafga qaraganlar bilan bu tarafga qaraganlar yig'indisi teng bo'lishi kerak edi. Bundan alfani 50 ga tengligini, uzr so'zlar 100 ga tengligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. 2 ta 50 100 bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Ikkinchi masala. Xo'p, ustozlar, e'tibor qilamiz masalaga. AC tomonga ikkita to'g'ri burchakli uchburchakda gipotenuzasi bo'lganligi uchun AC tomon AKS bir qavarq to'g'ri, unga tashqi aylana chizish mumkin. Agar aylana usuli xayolga kelmasa, uchburchakli ichki burchaklardan yuramiz. 50 bor, 90 bor, necha gradus kerak? 40. 30 bor, 40 bor, x bor. Shu joydan x 20 ligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi, ustozlar. Davom etamiz. Uchinchi masala. Ikkita uchburchak berilgan, 3 ta tengkesma berilgan, alfa burchagi toping. Xo'p, ustozlar, gipotenuzlarda ikkita tenglik beriladigan bo'lsa, bizda qiladigan ishimiz unga mediana tushirib olish. Endi AE va EC tengligidan asosdagi burchaklar teng bo'ladi va AEB burchagi 48 ga teng. Endi AD va AE tengligidan asosdagi burchaklar teng. Bu ham alfaga teng bo'ladi. Ikkita alfani yig'indisi mana bu joyga teng. Bu 2 alfa. 2 alfa plus 24 imiz nimaga teng? 90 ga teng. 2 ga bo'lib yuborsak 45 alfa 33 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, davom etamiz. 4-masala. ABC uchburchakda berilganlardan foydalanib x ni toping. Ichki burchaklardan C burchagida 45 ga tengligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana buni yozdik. Endi 15 gradus berilsa, sinuslarni, kosinuslarni qo'llamaslik kerak. Eng qulay usuli 15 gradusli burchak olamiz hozir. Asosi 15 gradus bo'lgan teng yonli burchak bo'ladi. BP AP ga teng bo'lsin. Endi bu burchak 30 gradus, bu 60 gradus, bu joyga 15, bu yerga 75 qoladi. E'tibor qilsak, AP ga DP teng bo'lib qoldi asosdagi 75 dan. Yozaman, 30 gradus qarshi 2 bo'lsa, gipotenuza 4 ga teng. Demak, bu ham 4 ga teng. PE 283 ga teng. PE ham shart emas bizga. Chunki AP ga P da teng, u ham 4 ga teng. D dan balandlik tashlayman. Bu H nuqta bo'lsin. 30 gradusli qarshi sakatit gipotenuzaning yarmiga teng. Ya'ni BP 4 ga teng. Adashmalikmi? AP ham 4 ga teng. P283, bu 75 bo'lsa 4 ga teng. 8 ga teng bo'ladigan bo'lsa, gipotenuzaning yarmiga teng bo'lsa, bu yoq 4. HC 4 ga teng. Demak, BH-imiz 4/3 ga teng. X-imiz topa olgan bo'lsak, shunga teng bo'lar ekan. Bu bizada qaysi javobda? javobda turgan ekan.
Xo'p, balkim bu tomon bo'yicha simmetrikni olib ishlashim mumkindir, lekin xayolga kelgan usul shu bo'ldi hozircha. Davom etamiz. 5-masala. 5-masala. Xo'p, uchburchak berilibdi. 3 ustidagi 6. Xo'p, e'tibor qiladigan bo'lsak, sonlarga 3 bor, 3 ustidagi 2 bor, 6 bor. Demak, qandaydir tomonga uchburchak tashlaymiz. Buni A desam, buni B desam, A plus B mina 90 ga teng, to'g'rimi? Endi nima qilamiz? Ustozlar, mana bu uchburchakni mana bu holiga tashlaymiz. A burchak bu yerga keladi, chunki A bu tomon asl tomonga ko'chyapti. Bu K shtrix bo'lsin. A K shtrixga teng, mana 3 ga teng. Endi A plus bu bizga nimaga teng edi? 90 ga. Demak, orasi 90 bo'lyapti. 3-chiziqni o'tkazaman. Demak, bu 90 gradus bo'lsa, Pifagor qo'llab K shtrix topsak, 3/2 ga teng. Ana endi 3/2 ga teng. Bizda BK bilan K shtrix S bir-biriga teng. Bu ham 3/2 ga teng. Xo'p, 3/2 3/2 6. Bu qanday uchburchak? To'g'ri burchakli uchburchak. Bu 90 bo'ladi, bu 45 dan teng yo'nalilikdan, bu ham 45 dan. Bizdan x ni so'ragan. X ni qanday topamiz? Xo'p. Endi bu burchak ham 45 gradusga teng. Chunki K shtrix bilan K shtrix S bir-biriga teng. Endi mana bu uchburchak ham qanday uchburchak? 90 gradusligini ko'rganimizdan keyin 3 6 9 ga 36 45 bo'lsa 3/5 5. Demak, gipotenzamiz shundan ilsagida 2 marta katta. Bu bizada S javobga mos kelar ekan. Davom etamiz. 6. Abisi eşkenar uchgen, ya'ni muntazam uchburchak ekan. Demak, tomon 6 ga teng bo'lsa, bu yog'iga 4 qoladi, bu yog'iga 5 qoladi. Bizdan DF ni yuzini so'ragan. Xo'p, yuzalarni chiqarib tashlaymiz. Tushursam, bu 1 ga teng, bu ilsagida 3 ga teng. Demak, birinchi yuzamiz 2 ko'paytirilgan ilsagida 3 taqsim 2 ga teng. İkinci yuzamiz bundayga balandlik tushirsak, bu yog'i 2 ga teng, bu yog'i 2 ilsagida 3 ga teng balandlik. 30 oltmishni soch burchagidan plus 2 ilsagida 3 ko'paytirilgan 5 taqsim 2 plus 60 gradus bo'lsa, balandlik tashlasam, xo'p, bu yog'i ilsagida 3 bo'ladi. 4 taqsim 2. AH taqsim 2 formuladan qo'llab oldik. Hammasi qisqaradi. Hisoblasak 8/3. Uchburchakni 100 dan olib tashlayman-da. Xo'p, jamisi 36/3 taqsim 4 dan olib tashlayman 8/3. Buni ilsagida 3 qolyapti-ku. DF ni yuzini toping degan. Ilsagida 3 ko'paytirilgan 4 taqsim 2 ilsagida 3 8/3. Xo'p, 36. Ilsagida 3 degan javob chiqishi kerak bizda, lekin chiqmadi. Xo'p, boshqa yo'lni ko'ramiz.
Bunda bu yog'iga 5 yig'i 4 qoldi. Bu yog'iga 5 qoldi 6 bo'lish uchun. Endi bu 100 ni 4a desam, bu yog'i 20a, bu yog'i 4a. 4a bo'ladigan bo'lsa, jami 100 ni topadigan bo'lsak, bunday qiladigan bo'lsak, bu yog'i 8a, bu yog'i 12 bo'ladigan bo'lsa, bu yog'i 24a hisoblasak 36a ga teng bo'lar ekan jami. Hozir bizda necha bo'ldi? 28a bo'lsa, demak 8a qoldi. Endi 36a teng bo'ladi. 6 ning kvadrati o'zi 36, 3 taqsim 4. A bu yerdan 3 taqsim 4 ga teng ekan. 8a ni topadigan bo'lsak 2 ga teng bo'lar ekan. Ajoyibda. Xo'p, davom etamiz. 7. To'rtburchak degan, buni xossan menimcha hamma bilsa kerak. Qarama-qarshi tomonlarning kvadratlari yig'indisi teng. o'n oltining kvadrati minus 10 ning kvadrati desam 6 ko'paytirilgan 26 plus 8 kvadrat. Buni hisob kitobini qilib qo'yasizlar ustozlar. Bu yo'q osongina kelaveradi. Davom etamiz. 8. Qandaydir 5 burchak berilgan, bizdan x uzunligini so'ragan. Buni to'ldirib olsam. Oltmish 30. Buni ham to'ldirib olsam. Oltmish 30 gradus. Xo'p. 30 gradus qarshi gipotenuza yarmiga teng. Demak, bu 5 taqsim 2 ga teng. Xo'p, 30 gradus qarshi gipotenuza yarmiga teng. Demak, bu yog'i 13 taqsim 2 ga teng. Bu qarama-qarshi tomonlar bir-biriga nima bo'lishi kerak? Teng. 2,5 plus 6 teng 6,5 plus x. Bundan x'imiz 2 ga teng bo'lar ekan. Davom etamiz. 9. Trapetsiya berilgan. K ni 3, L ni 9, RLga teng 4 bo'lsa, x ni toping. Xo'p, ustozlar, endi R o'rta nuqta bo'lganligi uchun o'rta chiziqni chizaman. O'rta chiziq topa olaman. 9 ga 3 qo'shsam 12, yarimlasam 6 mana. Xo'p, x ni qanday topamiz? Xo'p, o'rta chiziq o'tdi. Buni qanday topamiz? 4lar berilgan. 6 bor. Bu 5 ga teng. 9 va 4. X'ni qanday topamiz? Xo'p, o'zi mn ni topadigan bo'lsak, 10 ga teng. 5
5. Endi buni qayerdan bildik? MK'ni bu yerga ko'chirganimizda bu yog'i ham 3 ga teng bo'ladi, bu yog'i 6, bu yog'i 8 mana. Bundan. Shundan bildik. O'rtadan bo'linganligi uchun 5 dan bo'ldi. Endi bu qism bilan bu qism teng, bu teng yo'nalish burchak. Teng yo'nalish burchakda asosiga tushgan balandligi, yon tomonga tushgan balandligi bunday qilsak, bu 3 ga teng, bu ham 3 ga teng. Yoki 100 dan topib qo'ysak ham bo'ladi. Bu 4 ga teng bo'ladi. Asosga tushirib oldim balandlik. 100 ni topish uchun 4 ko'paytirilgan 6 ning yarmi x ko'paytirilgan 5 ning yarmiga teng. Bundan hisoblaydigan bo'lsak 24 5 ga bo'lsak 4,8 chiqar ekan. Bu bizada sejobda turibdi. 10-misol. Parallelogram berilgan, bistrisa berilgan. Bizdan alfa burchagida so'ragan. Endi bu burchak beta bo'ladigan bo'lsa, bu ham betaga teng. Parallellikdan bu burchak ham betaga teng. 2 beta plus 92 yo'q, uzr, 2 betaga 92 teng. Chunki qarama-qarshi burchaklar teng bo'ladi. Xo'p, beta 46 ga teng. Beta 46 ga teng bo'ladigan bo'lsa, beta plus alfa 90 ga teng. Demak, 44 gradus bo'lar ekan. Bu misolimiz. Davom etamiz. 11. Bu misolimizda ADni 4A desam, ED'yim, EDni A deydigan bo'lsak, AD'imiz 4A bo'lar ekan. Demak, A'ga 3A qolar ekan mana. Bu yog'i 4A. Bizga aytayapti, alan ABCDning DF'siga orani. Parallelogram yuzining uchburchak yuziga nisbatini so'ragan. Bilan buni birlashtirib olsam, trapetsiya chiqadi menda. Koeffitsiyentlar nisbati yuzlar nisbatiga teng. Buni yuzini A desam, bu yog'i 16A ga teng. Bu yog'i 4A. Bu yog'i ham 4A. Endi BEDning yuzi 5A bo'lsa, bu yog'i 15A bo'ladi. Parallelogram yuzi nimaga teng? 15A bo'lsa 40A bo'lar ekan. Uchburchak yuzi 4A. Demak, 10 ga teng bo'lar ekan. Bizdan so'ragan narsasi davom etamiz. 12. ABC'da diktortgan, DB ko'shagan, KLMS kare nisbati berilgan. KBni 2K desam, DK'yim 3K. Bizdan KLSMning yuzining ABC'da yuziga nisbatini so'ragan. Xo'p, endi KLni 2A desam, bu yog'i 3A bo'lishi kerak. Chunki o'xshashlik koeffitsiyentidan 5A uzr. 2 ning 5 ga nisbati. Endi kvadrat tomoni 2A bo'lsa, yuzi 4A kvadratga teng bo'ladi. Xo'p, to'g'ri burchakda yuzichi. To'g'ri burchakda yuzi nimaga teng bo'ladi?
5 ga tengligini ko'rdik. Absidaga nisbati suratda 4 bor. Bu yog'iga 3a qoldi. Bu yog'iga 2a qoldi. Tangens alfasi 2 taqsim 3. 2 taqsim 3. Bu burchi m bo'lsa, m. Shu tangens m 2 taqsim 3 ga teng. Demak, bu 2 taqsim 3 ga teng. Shunda 2 taqsim 3 ni beradimi? 4 taqsim 3 ga teng bo'ladi. 4a taqsim 3. Bo'lsak 2 taqsim 3 ni berar ekan. Yoki adashdikmi? dk ni k1 2 desak, dk 3 ga teng. Yoki sinus orqali isbotlab qo'ysak qulay ekan bu. 2 ga turaversin. Kvadratni yuzi 2 5 bo'lsa 4a kvadrat. To'g'ri burchakli yuzi k ga qanday bog'laymiz? kb 2a ga teng bo'lsa dk 3a ga teng. Endi o'xshashlik qiladigan bo'lsak, buni 3b desam, jami 5b bo'lishi kerak. Bu 3b, bu 2b. 3b. O'xshashni bu tarafga oldim. O'xshashlikni shundaysiga oldik. Endi falis bo'yicha olsam 3/2 bo'lishi uchun buni m desam 3 taqsim 2 m taqsim 3b. Demak 9b taqsim 2 bo'lar ekan bu yog'i. Endi kvadratni yuzi 9b kvadrat, to'g'ri burchakli yuzi 5b ko'paytirilgan 7,5b. B kvadratlar qisqaradi. 9 taqsim 5 ko'paytirilgan 7,5. 10 ga ko'paytirsak 90 taqsim 5 ko'paytirilgan 75. 15 ga bo'lsak 6 taqsim 5 ko'paytirilgan 5. 6 taqsim 25 ga teng bo'lar ekan. Davom etamiz. 13-savol. Kvadratni yuzi 169 ga teng deyapti. SE 5 ga teng. Bizdan DF ni qiymatini toping degan. Buning uchun SE ni tashqarida davom ettiraman. Va D bilan tutashtiraman. To'g'ri burchak hosil qilyapmiz. P bo'lsin. Kvadrat tomon 13 ga tengligini bilamiz. Chunki yuzi 169 ga teng bo'lsa, tomoni 13 ga teng. Pifagor teoremasini qo'llasak, e bu 12 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Buni alfa desam, bu beta, bu 90, bu alfa, bu beta. Alfani qarshisi 5 bo'lsa, ikkalasi teng uchburchaklari, chunki kvadratga tashqi chizilgan to'g'ri burchakli uchburchaklar bo'lganligi uchun BS bilan DPS teng uchburchaklar. Alfaning qarshisi 5 bo'lsa, alfaning qarshisi 5, betaning qarshisi 12 bo'lsa, betaning qarshisi 12. Bizdan DF ni so'raganmi? PE bilan DF bir-biriga teng, chunki to'g'ri burchaklar tomonlari bo'lganligi uchun bir-biriga teng bo'ladi. Bu bizlarda B javobda.
14. B'si aylanaga urinma deyapti. Bizning x burchagini toping deyapti. AD'ni 30 gradusligini ko'rishimiz mumkin, chunki ichki burchak o'stirilgan yoyda yarmiga teng. Bu 30 gradus. Buni chizsam. Xo'p, nimaga teng bo'ladi? Bu burchak bizda 90 minus x ga teng. Mana bu nuqta burchaklar 90 minus x ga teng. Bundan ko'rinadiki, mana bu yoy bilan mana bu yoy bir-biriga teng, chunki mana bir xil burchak qarshisida turganligi uchun. Bir xil burchak qarshisida turganligi uchun. Bu yoylar teng bo'ladigan bo'lsa nimalar bo'ladi? 30 gradusligini ko'rdik. X kaç derecedir? Urinma deyapti. Bu alfadan bo'lsin. Bu 2 alfa, bu ham 2 alfa. Buni tutashtiradigan bo'lsak, bu joy alfa plus 15 ga teng. Bu 15 ga teng, bu joy alfa ga teng bo'lib qoladi. Demak, 2 alfa plus 15 ham x ga teng ekan. 2 alfa plus 15 ga teng ekan. Bu uchburchakdan x plus alfamiz nimaga teng? 90 ga teng. Sistemadan alfalar tenglashtirsak yoki 2 ga ko'paytirib ayirib yuborsak. Ayirib yuboradigan bo'lsak 2x minus 15 teng 180 minus x. 3x teng 195. X'imiz 65 bo'lar ekan. Bizada dej yo'qdi. Xo'p, davom etamiz. 15. O markaziy aylanada OA va KS perpendikulyar ekan. Xo'p, urinma deydimi, radiusga perpendikulyar bo'ladi. Uni tushirish kerak. Mana 90 gradus. OA va OE radius bo'lgani uchun bu ham x ga teng. Endi bu burchak 90, mana bu burchagimiz 90 minus y. 90 minus y ga teng bo'ladi. Y ni x orqali ifodalang degan. Bu yerga qarasak. Xo'p, bu burchak 90. AEO ning ichki burchaklar yig'indisini qo'llasak buni y ni 2x ga tengligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni birinchi uchburchakli burchaklarni qo'llab oldik. Ya'ni O burchagi 90 minus y bildik. Undan keyin
Radius tushirgan paytimizda teng yana cho'chaq hosil bo'ldi va oxirida uchburchakli ichki burchaklarni qo'llab qo'ydik. Davom etamiz. 16-misol. Agar vatarlar teng vatarlar bo'ladigan bo'lsa, ular ajratgan burchaklar ham teng bo'ladi. Bu alfa bo'lsa, bu ham alfa. Xo'p, diametrga tirilgan burchak 90 gradusga teng. Bu yog'i 5 k bo'lsa, bu yog'i 3 k. Bizdan CD ni qancha deb so'rayapti. Pifagor qo'llab K ni topib oladigan bo'lsak, 3/4 uchburchagidan K 2 ga teng. Oltiga teng, 10 ga teng. CD ni topishimiz kerak. Radiusini topdik. Tutashtirsak. Bu 5, bu ham 5, bu ham 5. Bular hammasi 5 ga teng bo'ladi. Chunki 90 gradus qarshisidagi uchburchakda gipotenuzaga tushgan mediana bo'lganligi uchun. Biz AD ni topsak, CD ga teng u ham. Keraksa bitta o'rta chiziq tashlasam. Buni A desam, bu ham A ga teng. Chunki bunday o'xshashligidan ko'rishimiz mumkin. BD ni qanday topamiz degan savol bor. BD ni qanday topamiz? Alfa ketdi. Bu burchakda beta desak, bu ham beta bo'ladi. Bu alfa bo'ladi. O'xshashlik qilsa qanday bo'ladi? Beta ni qarshisida x bo'lsin, A da. Bu yerda 6 bor. 90 ni qarshisida 5 bor. Bu yerda 1 2 else, ya'ni 385 bor. Hisoblasak nima chiqadi? 2 else 5 chiqar ekan. O'xshashlik qilib qo'ya qoldik. Davom etamiz. 17-misol. Xo'p, bu misol ustozlar juda o'ylantiradigan masalalardan. Buni alohida video qilib Telegramga joylab qo'yamiz. Keyingi misol 18. Shakldagi aylanmaga urinma deyapti. Bu urinish ichki burchak bo'lganligi uchun radius bilan bog'lab olaman. Bu AB 120 gradusga yoyib bo'ladi, bu joyga 60 gradus qoladi. AO B ga teng. Bu uchidagi burchak 60 gradus bo'lsa, bu muntazam uchburchakka aylanib qoladi. Bu yoq ham 6/3, bu yoq ham 6/3. Sektor yuzi 60 taqsim 360 r kvadrat 108 pi bo'larmidi? Pi ham bor. Minus muntazam uchburchakning yuzi 6/3 kvadrati 3/4. Olib tashlasak 1/6 ko'paytirilgan 108 bo'lsa 18 pi minus 27 chiqayapti. Qayerda xato ketdik buni?
Bu sektorli yuzdan muntazam uchburchak yuzini ayirib tashlashimiz kerak. 1 taqsim 2 r kvadrat. 6 ko'paytirilgan alfa. Alfamiz pi taqsim 3 radianda minus 6 ildiz sayrashning kvadrati. Shuni so'rayapti bizdan. 8 pi minus 27 3 degan javob qoladi. Ustozlar, bu yoqda biz adashgan joyimiz mana markaziy burchak 120 gradus bo'lib qoladi. Chunki A va 120 bo'ladi, markaziy burchak o'stirilgan yo'lga teng-ku. Shu joyda kichkinagina xato qilgan ekanmiz, uzr ustozlar. Demak, bu 6 ga teng bo'ladi. Endi yozamiz. 1 taqsim 2 r kvadrat alfa pi taqsim 3 minus xo'p 1 taqsim 2 6 ko'paytirilgan sinus 120 3 taqsim 2. Shuni hisoblab qo'ysak bo'ldi. Bir 120'miz radianda 4 pi taqsim 3 bo'lami. Pi taqsim 3 bo'ladi. Hisoblasak 12 pi minus 983. Bu bizada B javobi topdi. Xo'p, davom etamiz. 19-masala. O markaziy chorak aylanada A va 12 ga teng, biz 2 ga teng bo'lsa, bo'yalgan soha yuzini toping. Endi aylanaga to'ldirib oladigan bo'lsak, B burchagimiz 135 gradusga teng bo'ladi. B burchak 135 gradusga teng bo'ladi. Buni davom ettirsam va perpendikulyar tushiradigan bo'lsam, bu ham 2 ga teng, bu ham 2 ga teng. 2 ga teng bo'ladi. A bilan S ni birlashtirsam, Pifagor teoremasi qilib A ni topadigan bo'lsam, 2 ning kvadrati 14 ning kvadrati. 4 plus 196 bu 2 ga teng, ya'ni 100 kare 2. Bu 10 ildiz sayri 2 ga teng degan. Bu 10 ga teng, bu ham 10 ga teng, chunki to'g'ri burchak aylanib qoladi. A ostiga tengligidan. Xo'p, endi nima qilamiz? Chorak aylananing yuzini topaman. Pi r kvadrat taqsim 4 minus deyman. 10 ko'paytirilgan 10 taqsim 2 minus mana bosh burchakning yuzi. 2 ko'paytirilgan 12 taqsim 2. Bu bizada 25 pi minus 62 ga teng. A javobda. Xo'p, 20-masala. O markaziy chorak aylanada OH AH ga teng, SH 6 ga teng bo'lsa, bo'yalgan soha yuzini toping. OH A ga teng bo'lsin, HH A ga teng bo'lsin. OS nimaga teng? 2 ga teng. Demak, S burchak 30 gradusga teng, chunki 30 gradusga qarshi harokat gipotenuzdan yarmiga teng. 60 gradus qarshisi 6 ga teng. Demak, 30 gradus qarshisi 2 ildiz sayri 3 ga teng bo'lgan. To'g'ri sayishga teng bo'lgan. Bu 60 gradus, bu 30 gradus. Bu ham to'g'ri saylash. Osongina bo'lib qoldi. Bitta sektor chiqib qoldi. Taqsim 2 r kvadrat. Alfa 30 taqsim 360. Pi taqsim 6 degani plus
6 ko'paytirilgan 2 + taqsim 2. Bu 4pi plus 6 + 3 ga teng degani. Bizda C javobda turibdi. Xo'p, bugungi testlarimiz yechimlari shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.